Kecha menga bittasi nima deydi? Ovqat ish uchun kelmaganmiz bu yerga, ibodat qilgani kelganmiz deydi. To'g'ri. Lekin pulni shaqillatib turfirmaga berib qo'ygansiz. Bo'sh qop tik turmaydi. Ibodatga kuch-quvvat bo'lish uchun yaxshi ovqat yeyish kerak. Hech bo'lmasa yuvindi emas, kosani ochganda bir burda go'sht bo'lishi kerak. Kelgandan keyin tinmasdan liftda o'chirib, ovqatda o'chirib, hamma joyda navbatda o'tkazib 14 kun umra safarini navbat bilan o'tkazgandan ko'ra $100 bag'ridan kechib sal qimmatroq turda kelib, undan ko'rasiz mazza qilib ibodat qilib ketgan yaxshi. Arzonini tanlagingiz kelsa, bu sizning o'zingiz xohishingiz. Lekin ota-onalarimiz zo'riga munosib, lekin kimnidir puli kam, kimnidir puli ko'p. $1000 topgan odam $100 ham topadi-da. 1100 ga undan ko'rasi botga kelib tirbandliklar ichida qolishi o'rniga tartib bilan chiroyli umra amallarini ado etadigan qilib, shunaqa $1100lik turfirmalarda jo'nating. O'sha kursin $950, $1000lik turfirmalarni bir xilga sharoitlari Alloh xohlab, hammasi ham emas, qo'shib tirnoq ichidagilari. Olib kelgandan keyin ba'da boshqa, botda boshqa. O'tda borgandan keyin tur operator qizda botga hattoki kelmagan, bilmaydi sharoitni. Bilganim uchun xolos Alloh uchun aytib qo'yaman. Arzon tur firmada kelmang. Eng arzoni, eng sifatsizi bo'ladi. O'zingiz ham bitta joyga hattoki nimadir borib bozordan eng sifatsizini olsangiz, nima holatga tushasiz? Borganingizdan keyin uyingizga borganingizdan keyin o'sha narsa yaxshi bo'lmaydi-yu. Xuddi o'shanga o'xshab bu yoqqa kelib qo'yganingizdan keyin kech bo'ladi. Kech bo'ladi. Umringiz davomida bir martagina yiqqan pulingizni $1000 oldiga $100 qo'shing, mazza qilib ibodat qilib keting. Tavsiya. Iloji bo'lsa 50 boshi sizga boshdan oxirigacha qarashini kelishib oling. 14 kunmi, 15 kunmi hammasini sizni boshdan oxirigacha qarasin 50 boshi. O'zini shogirdiga tashlab ketmasin. Chunki 50 boshlarga ko'pincha tur firma orqali buyruq beriladi. Borib boshqa odamni olib kel, o'zi umrasini qilib tursin, o'zi haramga borib kelib tursin. Yo'q, oldindan kelishib olsangiz, o'sha narsasini sizni oxirgacha o'zi aka-ukada, o'g'il onada o'zi borib Ka'badan ushattiradi, sizga yaxshi muomala qiladi. Chunki mehr ko'zda, siz u bilan birga oxirgacha yursangiz, sizdan duoyingizni olish xohlaydi. Unda ham nima aybli boshlarda ham. Ertadan kechgacha tinmay 200 ta hojini tur firma rahbari qarashga majbur qilgandan keyin to'yib ketganidan qaysi biriga qarasin. Odamzodni rozi qilib bo'lmaydi. Shuni hisobiga iloji bo'lsa sizga maslahatim 50 boshini yaxshisini tanlang, boshdan oxirigacha sizga qarasin. Inshaalloh o'shanda umra amallaringiz chiroyli bo'ladi. Tavsiyalarimga e'tibor bersangiz, bir kun kelib o'zingizga asqotadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Makkadan sizlarga salomlarimiz.